Eng nadir, eng yangi, süzüklük yuqur bo'lgan filmlar Salkin Süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com. O'ylanib bo'ldingmi? Qurolni tashlamsan yoki yana qarshilik qilamsan? Nahayet yaxshi. Qaraganda tushunib ketgan o'xshaysan. Ikki qo'lingni ko'tarib, asta-asta orqangga buril. Yani qandaq kirameting bor? Hammani chiqira. Rastlı sana qayil bo'ldim. Sana o'xshash odam qandaqmi o'zgarsin? Endi boshqa amal yo'q. Faqat o'lim xolos. Kamerlama. Kamerlamanglar. Sen atmakçı mı? Meni bu yerdan ketgim bor. O'q chiqamak oson. Lekin bu yerdan ketish uncha oson emas. Sizlardan o'tinib qolay. Sizlardan o'tinib qolay, meni ketgili qo'yinglar. Hozir tek buning vaqti emas. Ota, uni o'ltirib et. Uni o'ltirmazsan, ondan sinib ketaman. Sening gapingga jin olbostim ishonmaydi. Esingda bo'lsin. Hech qaysinglar bu yerdan chiqib ketamaysizlar. Faqat qurolni tashlasanglar, ondan hayot qolasizlar. Tez bo'l, tez o'q chiqar. Yaqin kelma. Bu
bo'lsa, o'q chiqarman. Sen bilen doğu tikişimen, Quralingda o'q qolmadi. Qandaq? Sinab baqamsan. Agar o'q chiqsa, men o'laman. O'q chiqmasa, bu ushqur pichoqni sen so'q qilaman. Yaqin kelma. Yani bir tarafni sana aniq deb qo'yay. Mening bir odatim bor. Meni o'ltirmoqchi bo'lgan odamning tapanchisida doim o'q qolmaydi. Bu nihoyatda oddiy. Sen faqat tepkisini basalaysan. Xotirjam bo'l. Men hargizmi utirib qo'ymayman. Chunki qo'lingdagisi mening tapancham. Kasabın başlarının signali. Chiqinglar, tez! Sen yanding. Sen degan sarang, sarang. Shoyan, çatak yoktu. Çatak yo'q. Ko'pchilik jang maydonini tozalasin. Hop, jang maydonini tozayli. Hop! Sen meni qandaq bir taraf qilmoqchi? Changtang inimga. Changtang inim, bugungi kunda Gomindan qiyinchilikqa duchor bo'lgan bo'lsa-mu, ammo navbatdagi xalqaro vaziyatda asta-asta o'zgarish bo'lmoqda. Bizning qaytirimiz zarbiga o'tishimizga uzun vaqt qolmadi. Biz bu fursatni ching tutib, kompartiyani og'itib tashlashga bel bog'layapmiz. Azob oqibatlarimiz hamon bir kuni taltoy kuchi qiladi. Inim, sen chet elda uzun vaqt tarbiyalanding. Bugungi kunda davlat uchun to'yib yaratadigan yaxshi fursat keldi. Seni mayorlik tayinlab, burkut o'g'lash planini ijro qilish, shundaqla planning amalga oshishi uchun seni avatdim. Mavrim Fang. Sening isming nima? Zhou Yaqin. Qo'mondanmi? Men qurol yaraq yasash mutaxassisi. Qurol yasash mutaxassisi degan. Uchu. Uning ismi Chingtang. Davlat maxfiyatligini saqlash idorasida. Bu narsa uningmi? Ha.
Şu an yan, bu yerning ahvoli biraz normal emas. Men kirgandili bilib bo'lgan. 142 diviziya boshlig'i Javidodan tortib barliq yuqori qatlamdagi armiya amaldorlari bu yerda o'libdi. Ularni zodi kim o'ltirgandi? Shundaq, yana hiliqi mergenlar, yana bu miltiqlar. Bundaq durbulluq miltiqni margan miltiq deymiz. Buni boy o'lib ketgan Changtangning og'zidan angladim. Sen bayqidingmi? Bino ichidagi odamlar bir-biridan ustun marganlagan. Urush taktikasi yuqori, harakati jasur va keskin. Hargizmi o'limdan qo'rqmaydi. Kuch selishtirsak, boshqa qismlarni qo'yib turayli. Mendek alayda gazarma jangchisi 10 bo'lsa-mu, ularning birsiga teng kelmaydi. Buni ko'r baq. Jang Jeshi bilan Mavrin Fangning o'z qo'li bilan yozgan xati. Xatni bilib olg'ili bo'ladi ekan. Bu Changtang chet elda tarbiyalangan. Ular bu yangi jang taktikasi va qurol-yarog'larni cho'qim chet eldan kirgan. Bayatim binoda bir chet ellikning jasadini ko'rib qoldim. Shundaq. U ablah bayqaltis ekan. Men uning qurol ostida o'ligili tas qoldim. Meningcha Changtangning chet eldan qaytib kelganiga uzun bo'lmadi. Juntongdagilar uni Chongqingda xizmat qilishga avatgan. Uning harbiy unvon vazifasiga qaraganda mayor general bo'lishida gap yo'q. Mavran Fan xatida uni Burkut o'g'lash planining nazorat qilishini ta'kidlagan. Burkut o'g'lash plani? Sen izchil ular bilan bildingmi? Sizlar Pangshuga qachon kelgan? Tünügün. Qachon ketmoqchi bo'lgan? Ularning parangini anglab qolgan. Bugun atdigan bu yerdan ayrilmoqchi bo'lgan. O'ylamagan yerdan. O'ylamagan yerdan nahiya bozori bir kechidla bizning hujumimizga uchrab mag'lub bo'ldi. Sen Burkut o'g'lash planini bilamsan. Azaldan anglab baxmagan. Rasma? İşenmisang menden nimadak so'raysan? Amasa 142 diviziya amaldorlarini kim o'ldirdi? Changtang buyruq tushirib, ularni o'ldirgizib etdi. Nemishqa? Bilmaydi ekanman. Sen qurol-yarog' mutaxassisi. Shundaq. Salohiyatingni qanday isbotlab berasan? Yenimda bir bo'xchi bor edi. Mening salohiyatimni isbotlab bera oladi. Biroq tunugin kesh bu yer qalaymi qolishib ketdi. Nega tushib qolganligini bilmayman. Nima degan to'g'ri kelgan? Gapingcha hozircha salohiyatingni isbotlab bergidek isbot yo'q ekanda. Shundaq. Amasa bizga tushuntirib baq. Sen bir qurol-yarog' mutaxassis turib, nemishqa bu dushmanlar bilan birga bo'lib qolding? So'ramayli qo'yinglar. Ish qilib sizlarning qo'lingizga o'tgandikin, qanday qilsanglar, ixtiyoringlar. So'zxay. Gazarm boshlig'i. Jov xonimni gazarmoq opirib yaxshi xabar aylanglar. Xo'p. Jov xonim, marhamat. Gavjin, bu yerdagi ishlar undan oddiy emas ekan. Sen odam avatib, bu dokladlarni alayda doklad yetkazish o'rniga yetkazib bergin. O'zim boray.
Su içip al. Hey, bu ayal ispiyonning alpozi nimandaq yaman? Men işpiyon emas. Emas degen. Emas olsang o askarlar bilan birga nima qilasan? Kimingni aldaysan? Askartib qo'yay. Masalangni yavaşlik bilan topshir. Kamchilik qilamiz. Bo'lmasa kim biladi, kunlarning birida etilib ketamsan taxi. Yaxshi o'yinib baq. İşini takip et. Shoying, Qaytib keldingmi? Qandaqroq? materialni alayda doklad yetkizish bo'limiga olib berdim. Ularmi hayron qoldi. Chunchunga odam avatib bo'ldi. Ikkinchi dala armiyasi aloqalash o'rniga yo'ldosh aloqalashga mas'ul bo'ldi. Ikkinchi dala armiya aloqalash o'rni. U xaritada sızılğan shopping bada yig'in zali Chongqing shahar ichida ekan. Chongqing. 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 Shoying, bayatdan nima o'ylayotganding? Qara. Bu o'ljilar ichida yana nima kamkan? Kam narsa? Demakchi bo'g'uning Seningcha bu Gomindan armiyasidagi ustalar tashkillangan kichik atrofga nisbatan ular yolg'iz o'z oldiga harakat qila olamdi. meningcha undaq emas. Mavrin Fingning Qingtangga yozgan xatida burkut o'lash plani tilga olingan. Bu shuni isbotlab berdiki, ular bu burkut planini amalga oshirish uchun kelgan. O'ylig'inimga o'xshash bo'ldi. Ular nimaga tayinib chet el bilan aloqalashadi? Telegraf apparati? Nihoyat to'g'ri. Bugun Qingtangning arxiv sumkasidan bu maxfiy telegraf kodi daftarini topib oldim. Qani, ko'rib baq. Bu o'lji ichida kam bo'g'ini bir dona telegraf apparati. Qaravol. Ba, Yotqan ko'pa, bir dona termos, bir dona kurushka ep kel. xo'p. Eng nadir, eng yangi, süzüklük yuqori bo'lgan filmlar Salkin Süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.shjisalkin.com. Doktor. Gazarın başlığı. Narsalarni hep geldim. Yotqan ko'pini karvatga qo'yib qo'y. Xo'p. Qani. Usulliq ich. Uyladigan vaqtim toshqan o'xshamamdi. Bu sening narsang. Ala. O'g'ling bak umaqkan. Ismi nima? Uning ismi Yamin. Kechirgin. Seni xato tushunib qoptiman. Sen qandaqsiga bu alayda qism bilan belli bo'lib qolding. Tushuntirib beralamsan. Mening yurtim Go'yang shahri. 15 yosh vaqtimda ota-onam bilan Amerikaga chiqib ketdim. Oliy maktabda qurol yarog' qurilish kasbini o'qidim. Doktorlikni bitirgandan keyin Amerikadagi bir institutda professor bo'ldim. Bir necha yilning oldida yo'ldoshim hukumat tarafidan taklif qilish bilan vatanga qaytib xizmat qilishni, menimi billa epkasi bo'lganligi uchun qaytib kelmoqchi bo'ldik. Biroq vatanning ichi qalaymiqan bo'lganligi uchun u meni Amerikada bir mezgil turib turishimni tavsiya qildi. O'ynamagan yerdan bu yil bosh ehtiyojda u o'pka yollig'i bo'lib uzun o'tmay olamdan o'tdi.
Men ata-anam bilan o'g'limni elib vatan qaytib, uni oxiratlik ishlarini bir taraf qilmoqchi bo'ldik. Qaytibla urushni qalaymaqanchiligiga uchirdim. Şunu uydan talağa çıkış mümkün bo'lmadi. Aldınғы ayның bir akşamı men dostumның uydan qaytib uyga kelganimda Yami, apa, bu qandaq iş? Senin ismin Cahyatçı. Sizlar kim? Qoral yara qurilish kasbining doktorlik unvoni. Shundaq. Sizlar kim? Zot nim qilmoqchi? Hozir Mashin fizik san'at institutida dars bersan. Hozir bu yerdan yo'qolinglar. Bo'lmasa, saqchiga ma'lum qilaman. Bo'ldi, avar bo'lma. Biz Davlat maxfiyatlikni saqlash idorasi G'arbiy Janub tarbiyalash boshqarmasidan. Jav doktor, yordam qiladigan ozroq ish bor edi. Biz ulanmang. Mana mushundaq. Ular hammamizni davlat maxfiyatligini saqlash idorasi G'arbiy Janub tarbiyalash boshqarmasiga olib keldi. Undaqda ular sendan nima talab qildi? Chingtao meni Chungchingga apirib, muhim vazifani o'taydiganligini aytgan. U sana qandaq vazifa ekanligini aytdimi? Yo'q. Faqat aytib baxmadi. Boshda men rad qilgan. Biroq Chingtao biz bilan birga mangsanglar. Vazifa oyoqlashganda uyga qaytaradiganligini aytdi. Agar ular bilan mangmasam, oilamiz bo'yicha maxfiy o'ldirilganligimizni bildirdi. Undaqda bu vazifa sen o'rganib kelgan qoral yaraq kasbi bilan munosabati bormi? Bu talbini jazmlashtirishga bo'ladi. Mana shunday qilib, ular bilan birga Guyangdan ayrildim. Meningcha bir necha kun bo'lmayla Guyangni Guyjodagi kompaniya armiyasi ishg'ol qilib oldi. Ha? Sen qandaq bilasan? Shintang shunday degan. Uning deyishicha, bizning uydagilar Juntongning jasuslar tarafidan Guyangning shimolidagi idirliqqa yo'shirib qo'yibdi. U yabak bexatar, yaxshi ishlasanglar qaytib borganda ular bilan ko'rishalaysan dedi. Undaqda ular telegraf apparatini yanada ep yuribdi-da. Telegraf apparati? Qandaq telegraf apparati? Hech nima. Qani so'zlayvergin. Bu odamlarning harakati nihoyatda maxfiy. Bir narsadan o'zini chetga olgandek qiladi. Sizlar qancha odam? Meningcha 11-12 odam. Ichida amerikaliklarmi bor? Uning ismi Steven. Men inglizchaga pishiq bo'lg'ashqa, uning bilan bir necha qatim paranglashib qolgan. Uning deyishicha, u bir margan tarbiyalash maktabining mashg'uli ekan. Chingtaoning o'qituvchisi ekan. Ular qoral yaraqdan boshqa yana nimani ele oladi? Yana ovoz chiqaradigan patifonni elib oladi. Patifonni ular ep kelganmi? Ha, nim bo'ldi? To'g'ri. Sizlarning maqsadinglar qayerda edi? Chingtaoning deyishicha, avval Yibinga berib, u yerdan paraxotga o'ltirib, Chongqingga boramiz degan. Yana bir masala bor. Bino ichidagi amaldorlar qandaq o'lgan? Tünögün kech kompartiya armiyasi hujum qilib keldi. Diviziya shtabi qalaymi qilishib ketdi. Tez bulunglar, tez! Tez bulunglar! To'rt ketdi-ku! Chiroq nimish uchib qoladi, ha? Changtang, sen nima qilmoqchi?
Bəkmi qo'rqinchliq. Bir necha sekund ichida zaldagi barliq odamlarni o'ldirib etdi. Keyinchi Armiya amaldorini o'ldirgandan keyin Changtang bir necha odamga boshlamchilik qilib narsa-keraklarni yig'ishtirib bu yerdan ketmoqchi bo'ldi. O'ylamagan yerdan Guizhoudagi armiya qo'shini bu yerni qo'rshibyapti. Amalsiz bino ichida turib qarshilik qilishga majbur bo'ldi. mundaq degin. Tushundim. Bir savol so'rsam bo'lamdi. Albatta bo'ladi. Guizhoudagi armiya meni nima qilmoqchi? Xotirjam bo'l. Sen intayin bexatar. Bu ishning salmoqi og'ir. Biz balkim ba'zi ahvollarni bilish uchun seni avor qilamiz. Ondan keyin sen bu yerdan ketsan. Rasma? Albatta rost. Kapolat beray. Munda qilaylik. Sen bu yerda xotirjam dam ol. Ishlar oyoqlashganda odam o'rlashtirib bersam, ular seni Guyanga olib borib, uyingliklarni izlab teppasin. Qanday dedim? Rostavatamsiz? Sen degan qurol yaraq mutaxassisi. Yangi Jungo sendek talant egisiga muhtoj. Seni bexatar uyingga olib borib qo'yish Yan Shuangyingning sharpi. İsmingiz Yan Shuangyingmi? Shundaq. Bu ism pek yaqinliqkan, ham jangovarkan. Shundaqla sizga bekla mos kelibdi. Azaldan boshqalar ismimni maqtab baxmagan. Sen birinchi bo'lib maqtading. Changtang qurol yaraq mutaxassisi Zhao Yachang Shopping bog'da yig'in zali ular zodi nima qilmoqchidir? Chongqing shu vaqtlarda bahni qalaymaqan edi. Azadlık armiyamı dal vaqtida Chongqingga yetib keldi. 11-oyning 12-kuni Jiang Jieshi oldirab yenib qochib ketdi. Qor bulutlarmi asta-asta tarqalib, tinchlik buroqlari shaharni bir oldi. Shundaq bo'lsa-mu, bir maydon qo'rqinchli aldamchilik yer osti kuchlarning kuch ko'rsatishi bilan jimjit holda o'zini namoyon qildi. Xo'jayin, hammasi yig'ilib bo'ldi. Rüşen, Kompartiya armiyasi qayerga keldi? Ayrıdurum bilan Bayshini egallab bo'ldi. Mo'lcharimcha ati bu yerga yetib keladi. Bundan keyin xuddi chashqonga o'xshash, yer ostida kun o'tkazdigan o'xshaymiz. Biroq bizning turmushimiz qorong'ulik ichida o'ssimi, kun nuri biz uchun bakla ig'ir keladi. Xo'jayin, ular yig'in zalda saqlab qoldi. Xo'jayin, aloqalashish uchun ishlatiladigan telegraf apparati bilan faoliyat ketadigan xarajatni topshirib olgansizlar. Har qaysinglar Gomindaning sodiq amaldorlari, sayyor xizmat qiladigan e'tiborli talant egalari. Biroq hozir davlat xavf-xatar bo'ron-chapqinga duch kelgan bo'lsa-mu, har qaysimiz hargizmi davlatning mag'lub bo'lishiga qarab turmaymiz. Shundaqla banditlarga qarshi kurash qilamiz. men umrimning oxirgi xizmatimni sodiq bo'lib, Kompartiya armiyasini yo'qotib, davlatning kelgusini barpo qilaman. Yaxshi, o'tiringlar. Bu qatam Zongsayning buyruqni ijro qilishdan avval har qaysinglarga alohida unvon bermoqchi. Mana bu g'oyat zo'r sharaf.
davlatning sizlardan kutgan umidi. Qaytib borgandan keyin sizlar shanlinga yoshirinib tursizlar. Egri besiqlik bilan fursat kutib tursizlar. Aldiraqsonlik qilishga hargiz bo'lmaydi. Har qaysinglar tarbiyalanish oldida har joydan kelgan yaxshi yaramliq azimat edinglar. Shunga bu tarafini o'ylasam sizlar uchun bu ish ancha tas emas, shundaqmi? Xo'jayin, xotirjam bo'ling. Biz Sherlinga qaytib borgandan keyin yo'lbosma o'g'sini topadi. Bizmi kompartiyaga o'zimizning novchiligini ko'rsatib qo'yamiz. Kompartiya cho'nchiqni oson ishg'ol qilgani bilan, biroq meningcha bu yilon bilan ajdaho aralashib ketgan cho'ng pristanda putirab turmoq unchalar oson emas. To'g'ri dedingiz, To'g'ri. Men va Juntoning maxfiy kadrlari hozir cho'ng-cho'ngda yoshirinib yotganlar bo'lib, jami 3000 dan ortiq odam bor. Hammasi bir-biridan usti qotil, portlash moyirlari. Ular bo'lsalar, cho'ng-cho'ng kunduzi kompartiyaning bo'g'ini bilan, kechasi uni bir nima demakdas. To'g'ri dedim. Mana bu ya sizlar o'yinni boshlaydigan rayon. Liyushan, Minxayma. Ba, Sizlar Huayushanning shimoliy rayoniga mas'ul. tushundik. Jangbaoji, Huangshuar, Wushodo. Ba, Junxuashan janubiy qismga sizlar mas'ul. tushundik. Marin Feng idora boshlig'i yo'lga chiqish oldida plan xotirasini qo'yib ketib qolgan. Ichida kompartiya yuqori qatlam rahbarlarini maxfiy o'ldirish tizimligi bor. Mana bu Chungching shahri ichidagi kompartiyaning kelgusini yo'qotib, buzg'unchilik harakatimizni taraqqiy qildirishdagi muhim nishonimiz. Maxfiy nom bo'lsa burgut ovlash. Esinglarda bo'lsin, sizlarning asosiy maqsadinglar chaqqonlik bilan Chungchingning sirtidagi Huayinshan markazi va Huashan rayoniga bosib kirib, muqim putirab turishinglar kerak. Bo'libmi, men ko'z tutmagan Chungchingdagi maxfiy kadrlar bilan ichidan tashidan o'zaro moslashib, burgut ovlash harakatidagi har qaysi planlarni pak-pakiz o'rnatishinglar kerak. Jafoga chidash kerak. Mana ishoninglarki, uzunga qolmay 3-dunyo urushining ovozini yangrtimiz. U vaqtda bizga qaytarib hujumga o'tadigan fursat keldi. Xo'p. Yaqinda burgut ovlash planining birinchi qitimliq maxfiy harakati boshlanmoqchi. Bu qitim cho'qim g'alaba qilishimiz kerak. Mag'lub bo'lishga hargiz bo'lmaydi. Xo'jayin, bu qandaq plan? Plan maxfiy. Vaqt kelganda o'zliginglardan bilib qolasizlar. Har qaysinglar jahon kezgan qotillar. Aql farosatda kamolatga yetgan. Shunga bu qitimliq harakatda birasinglar kam bo'lsanglar hargiz bo'lmaydi. Xo'jayin buyruq tushursingizlar. Men butun kuchim bilan tayyorman. To'g'ri. Men sizlar bilan aloqalashib turaman. Telegraf nomeri burunqilar o'xshash. Ko'pchilik yo'l qancha ko'p bo'lsa, bizning chiqish yo'limiz shuncha ko'p. Davlatning umidini hargiz yerga qo'ymaymiz. Roshan, Chingtangdan xabar bormi? Tunugun atigan telegraf operati bilan aloqalashdim. U Pingshuga kelib qopti. Pingshuy? U ya hozirmi bizning kontrolligimizdami? 15-tuvan Jun qo'mondonining qo'l ostidagi 102 diviziya u yerda turdi. Chingtang u yerga yetib borsalar, bizning planimiz rasmiy boshlandi. Bu yoqqa qara. Bu bomba ovozlari nimandaq yaqin? Qarag'anda kompartiya atini saqlamayli bu yerga kerak. Bu kompartiya nima degan yaman? Nima degan yaman? Nima degan yaman? Pingshuy. Chingtang. Bu ko'chadagi ko'zga chiliqmaydigan bir ho'yliga bir maxfiy organ yoshiringan bo'lib, u bo'lsa-mu nomi chiqqan ozodlik armiya aloqalash o'rni.
Amaliyotda u jasus ish yo'lidan saqlanadigan alayda oldingi qorovulxona bo'lib, bu yerga bir turkum armiya va ishchilar uyushmasidagi axborot xodimlari yig'ilgan. Ular ko'rinmas urush sepida dushmanlar bilan jon tikib elishmoqda edi. Boshqarma boshlig'i, bir ishingiz bormi? Ha, berib ishingizni qiling. Ma'qul. Chungchung yerasi partiyasidagi dushmanlar ichiga yushinilgan 5-numurlik aloqachidan xabar keldi. Uning deyishicha, Chungchungda Juntongning bir turkum alayda xodimlari bor ekan. Ularning kotibeshining qo'l ostidagilar aytishicha, bu qatimli harakat maxfiy o'ldirish harakati ekan. 5-xabarchi. Yo'ldoshlarning deyishicha, 5-numurlik axborot xodimi Chungchung yerasi ishchilar tashkilotiga bevosita rahbarlik qilishni ustiga olibdi. Salohiyati nihoyat alayda bo'lib, taq yo'liq aloqalash usulini qo'llangan. Aloqalashuvchi ishchilar uyushmasining yuqori darajadagi rahbari. Mundaq degan. Biroq 5-numur qotillik harakatining asosli nishoni va harakat planini yozmabdi. Balkim uni texnik aniq bilmas. Yo'qa, sen hozirla Chongchongdagi yerasti partiyalik yo'ldoshlar bilan aloqalashgan. 5-xabar yetkazish xodimi dushmanning bu qatim harakatining nishoni va planini tekshirib baqsin. Xo'p. Davlat maxfiyatlikni saqlash idorasiga so'qinib kirib olgan G'arbiy janob boshqarmasidagi bir necha xabar yetkazish xodimi oshkorlanib qoldi. Hozircha dushman taraf bilan yaqin bo'lgan odamlarimizdan faqat mushu 5-numurli xabarchilik qilib qoldi. Shunga ishchilar uyushmasidagi yo'ldoshlar uni qattiq qo'g'dish kerak. Xo'p, hozirlik xabar qilay. Başlaq. Eng nadir, eng yangi, süzüklük yuqori bo'lgan filmlar Salkin Süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.jsalkin.com. Xo'jayin, bartaraf qilib atdiq. Bir top hamoqatlar qechib chiqishimga yo'l qo'ygan bormi? Xo'jayin, u ablah bahyaman ekan. Biz endi bartaraf qilaylik deb tursak, u sezib qilib 6-7 birodarimizni o'ldirib atdi. Bo'ldi so'zlama. Chongchong bugundan boshlab kompartiyaning qo'lida. Buningdan keyin harakat qilganda burunga o'xshash tez bir taraf qilish. Ehtiyot qilish, yana mu ehtiyot qilish kerak. Xo'p. Anladingmi yo'q? Xo'p. Tez yoshirdinglar. Hozir tarqalama. Xo'p. Changtang batarab qandoq bo'lib ketgandi? Rishan, aloqalash punktidan xabar bormi? Hozircha yo'q. Yura, qarab boqaylik.